Islom Karimov mintaqadagi ba'zi davlatlar deya Tojikistonga ishora qiladi va suv resurslarini to'sishda davom etsa, bu urush keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantiradi. Bizlar bir ahmoqona bir loyihaga qarshi kurashni boshlaganimiz. Men shaxsan O'zbekiston prezidenti buni boshlagan. Amudaryo tepasida Ragum degan bir katta stansiyasini, gidrostansiyasini qurilishi haqida bilasizlar. 350 metrlik to'g'anoqni aytaylik, agar ko'tarsa agar, unga 8 yil suv to'planar ekan. 8 yil davomida suv to'planadi. Bizlar pastda turganlar nima 8 yil poylab turamizmi? Shunga pul topamiz-u, ishni boshlaymiz deb mana shu 3-5 yil oldin harakatni boshladi. Orolga agar Amudaryoning suvi kelmasa, agar Sirdaryo qurib qoldi-yu tepada. Bunga qarshi chiqadigan kim bo'ldi? Faqat O'zbekiston.